Assalomu alaykum hammaga. Bugun 19-avgust kuni 2026-yil yangi talabamizda Zufar, tabriklaymiz. Rahmat. Latviyaga o'z vizalarini oldilar. Yoshingiz nechida? Yoshim 21da. 22 ga ketyapsiz, xudo xolasa. Tabriklaymiz. Qanaqa bo'ldi? Jarayonlarni aytib bering. Qachon biz bilan ishlashni boshladingiz? Vizani ko'rsating. Mana kecha seshanba kuni viza oldilar. 17-avgust kuni chiqqan. Qalay bo'ldi? Jarayonni aytib bering. Hammasi cho'tki bo'ldi. Sizlarning yordamlaringiz bilan erishdik va orzuyimizga. O'zi qanaqa qilib topdingiz? Qanchadan beri kuzatardingiz bizani? Nimaga biz bilan ishlashga qaror qildingiz? O'zi yaqinda shu tanishimni nomerlaringni olib gaplashgandim. Shu maqtadi konsalting gaplashgan. Hamma narsaga yordam beradi. O'zlari o'tida qarashadi. Qaysi kuni elchixonaga kirdingiz? 7-kuni kirdim. Elchixonada qanaqa bo'ldi suhbatlar? Qanday bo'ldi? Suhbatlar yaxshi, har o'sha ko'rsatilgandek. Hamma savollarga tayyorlanganingiz. Tayyorlangan. Hali sertifikatingiz bormidi? Bor edi. Necha edi? 5,5 bilan mana Latviyaga viza oldi, sro'ga o'tgan lekin. Ha, sro'ga o'tgan. Lekin baribir agar IELTS'ingiz ham eskiroq bo'lsa ham bemalol biz o'qishga yordam bera olamiz. Yana nima talabalarga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Mana ishladingiz bilan. Kelishsin. Ishlashsin. Haqiqatan hamma hujjatlarga yordam berdingmi? Ha, cho'tki hammasi o'tdi. Zufar, sizga omad tilab qolamiz. Vizalar bilan tabriklaymiz. Agarda sizlar ham talaba bo'lmoqchi bo'lsangiz, bemalol bizga murojaat qilsangiz bo'ladi.